Glitserin molekulalarida qanday kimyoviy bog'lanishlar mavjud emas? Glitserin molekulasini chizib olamiz. C3H5OH3 mana strukturasi. Demak, glitserin molekulasidagi uglerod, kislorod, vodorodlar bor. Uglerodning nisbiy elektromanfiyligi 2,5, vodorodniki 2,1, kislorodniki 3,5. Odatda demak, bular glitserinda faqat metal massalardan iborat. Glitserinda metal yo'q, metal elementi faqat metal massalardan iborat. Va metal massalar orasida faqatgina kovalent bog' hosil bo'ladi. Odatda metal bo'lsa, metal va metal massa orasida ion bog' bo'ladi. Lekin metal massalar orasida faqat odatda kovalent bog' bo'ladi. Demak, kovalent bog' ikki xil, qutbli va qutbsiz. Bir xil metal massalar orasida nisbiy elektromanfiylik farqi 0 bo'ladi. Ya'ni uglerod 2,5, uglerod 2,5. 2,5 arası 0 bo'ladi. Shuning uchun bir xil elementlar orasida qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Qutbsiz kovalent bog'dagi nisbiy elektromanfiylik farqlari 0 dan 0,4 gacha bo'ladi odatda. Shuning uchun boshqa metal massalar orasida paydo bo'lishi mumkin, ammo nisbiy elektromanfiylik farqi past bo'lishi kerak, kichkina son bo'lishi kerak. Bir xil metal massalar orasida esa aniq qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Qutbsiz kovalent bog' bo'ladi. Demak, endi boshqa metal massalar uglerod bilan vodorod. Uglerod 2,5, vodorod 2,1. Farqi nisbiy elektromanfiyligi farqi 0,4. Odatda 0,4 dan 2 gacha bo'lsa, qutbli kovalent bog' bo'ladi. Demak, bu qutbli kovalent bog'. Qutbli kovalent bog'. Va kislorod bilan vodorod orasi kislorod 3,5, vodorod 2,1. Farqi 1,4. Demak, bu ham boshqa metal massa orasida boya aytilgandek qutbli kovalent bog'. Uglerod bilan kislorod orasida 2,5, 3,5, 1. Bu ham qutbli kovalent bog'. Endi vodorod bog' haqida ham gapirib o'tamiz. Vodorod bog' bo'lishi vodorod, ftor kislorod azot bilan va ba'zan oltin gurs xlor bilan birikkan bo'lishi kerak va shu holatda vodorod bog' paydo bo'ladi. Demak, mana kislorod vodorod bilan birikib turibdi. Demak, bu molekulada vodorod bog' bor va vodorod bog' ikki xil bo'ladi. Ichki molekulyar yoki molekulalar aro bo'lishi mumkin. Odatda vodorod bog' bo'lsa, molekulalar aro vodorod bog' aniq bo'ladi. Chunki boshqa molekula bo'ladi va u bilan bog'lanish ehtimoli bo'ladi. Ichki molekulyar ba'zan bo'ladi, ba'zan yo'q. Bunda ko'ramiz. Ichki molekulyar ham molekulalar aro borligi aniq. Ichki molekulyar ham bormi, yo'qmi, shuni ko'ramiz. Demak, vodorod va kislorod. Mana kislorod bilan birikib turgan vodorod va u kislorod bilan vodorod bog' hosil qilyapti. Demak, bu ichki molekula, bitta molekulaning ichida bo'lgancha ichki molekulyar vodorod bog' bor ekan. Molekulalar aro vodorod bog' bo'lsa aniq bo'ladi. Demak, ko'ramiz javoblarni. Qutbsiz kovalent bog'lanish. Bu yerda mavjud emasni topishimiz kerak. Qutbsiz kovalent bog'lanish bor, bir xil metal massalar orasida. Olmaymiz. Donor akseptor bog'lanish. Donor akseptor bog'lanish bo'lishi uchun donor va akseptor kerak bo'ladi. Ya'ni odatda bog' hosil bo'lishida, boshqa bog'larda hosil bo'lishida har bir atom bittada elektron qo'yadi o'rtaga va bitta bog' paydo bo'ladi. Ya'ni kislorod bitta elektron qo'ydi, vodorod bitta elektron qo'ydi va kislorod va vodorod orasida bog' paydo bo'ldi. Donor akseptor bog'lanishda unaqa emas. Donor akseptor bog'lanishda donor juft elektron qo'yadi. Ikkala elektronni ham donor qo'yadi. Va akseptor bo'sh orbital hisobiga bog' paydo bo'ladi. Bu yerda unaqa bog' yo'q. Hamma bog'lar, ya'ni bitta har bir atom bitta elektron qo'yib, o'rtaga turish natijasida bog' paydo bo'ladi. Kovalent bog'lar odatda shunaqa paydo bo'ladi. Demak, ikkini olamiz. Donor akseptor bog' yo'q va uni olamiz. Metal bog'lanish. Metal bog'lanishlar faqat metal o'rtasida, metallarda bo'ladi. Bu yerda metal yo'q, faqat metal emas. Metal emas bu yerda faqat. Demak, 3 olamiz, 2-3 oldik. Qutbli kovalent bog' bor. Mana qutbli kovalent bog'. Boshqa metal massalar orasida. Vodorod bog'lanish bor. Ichki molekulyar ham bor hatto.
ion bog'lanish metall va metall mas orasida bo'ladi. Bu yerda metall yo'q, shuning uchun ham ion bog' yo'q. Metall bo'lganda u metall mas bilan birgalikda ion bog' hosil qilardi, lekin unaqa yo'q metall. 2, 3, 6. To'g'ri javob A varianti.